Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bu videoni ozmoqchi bo'lgan, teri to'qimalarini yoshartirmoqchi bo'lgan, sustavlarda, suyaklarda, bo'g'imlarda og'rig'i bor insonlarga va ichi qotib yuradigan insonlarga, uyqusiz, asabiy bo'lgan insonlarga tashlab qo'yasizlar. Chunki kollagenimiz shu aytib o'tgan hamma kasalliklarga xudo xohlasa juda ham zo'r shifo bo'ladi. Bu gidrolizlangan marina kollagen. Buni gidrolizlangan degan joyga ahamiyat berasizlar. Kollagen olgan vaqtda shunga e'tibor berish kerak. Gidrolizlangan bu zamonaviy texnikalar asosida molekulyar maydalangan. Buni sababi organizmda tezroq so'rilish va ta'sir qilishi uchun. Marina kollagen dengizning eng chuqur qismidagi baliqlardan tayyorlangan tabiiy mahsulot. Xo'sh, buni tarkiblari hammasi mana bu yerda yozib qo'yilgan. Tarkibida inulin bor. Inulinning vazifasi ichakdagi bifidobakteriyalarni yaxshilash va ichaklarni yoshartirish. Bu qabziyati bor insonlarga juda ham yaxshi rezultat beradi. Tarkibida yana Vitex ekstrakti bor. Vitex gormonal muvozanatni tiklash uchun ko'proq ayollarda bo'ladigan holat bu. Keyin bo'qoqzobga ham foydasi bor. Sababi dengiz mahsuloti bo'lganligi uchun yod moddasi ham bor. Lavanda ekstrakti asabiy bo'lib yurgan, uyqusiz insonlarga, kechqurun uxlolmaydigan insonlarga va tez jahli chiqadigan, tez asabiy bo'lgan insonlarga ichsa bo'ladi bemalol. Keyin vitamin C bor. Vitamin C iste'mol qilgan har bir ovqatlarni tezroq so'rilishida yordam beradigan vitamin kaloriya hisoblanadi. Xo'sh, bu gidrolizlangan kollagenimiz apelsinli. Bu yerda apelsinning ham muhim bir foydasi bor. Bulardan biri bu birinchidan ta'mini yaxshilab beradi, ikkinchidan immunitet vitaminlarga juda ham boy. Sochni o'stirishda, tirnoqlarda, suyak bo'g'im kasalliklarida yaxshi yordam beradi. Teri to'qimalarini yoshartirishda, ich qotganda, uyqusizlikda olib bitta ichib ko'ringlar. Rezultatini aytasizlar xudo xohlasa. Kollagen juda ham yaxshi narsa va mana shu joyga e'tibor berish kerak. Gidrolizlangan degan joyga. Mana shu gidrolizlangan degandan bemalol olsalaringiz bo'ladi. Kimda agar shunga o'xshash savollar bo'lsa, kommentariyada olinglar. Olmoqchi bo'lganlar uchun telefon raqam qoldiramiz, shularga murojaat qilasizlar.